Dasturimiz davom etadi. European Stars o'z nomidan ma'lum bo'lgan bu xalqaro tanlov mamlakatimizda san'at sohasining yangi yulduzlarini kashf etishda tashkil qilinayotgan loyihalari qatoriga ilk bor ushbu xalqaro tanlov ham qo'shildi. Yosh iqtidorlarni jahon sahnalariga olib chiqishga imkoniyat berayotgan onlayn tanlovining g'oliblari aniqlandi. Jarayonlarda ishtirok etgan muxbirimiz Mubina Nosirova batafsil xabar qiladi. Qo'limdagi medal va statuetkalar bir necha soniyalardan so'ng European Stars xalqaro birinchi onlayn tanlovining sovrindorlariga topshiriladi. Unga qadar mingdan oshiq ishtirokchilar san'atning 16 yo'nalishi bo'yicha sinovdan o'tgan. Aynan cholg'ularga kelsak, cholg'ularda mana dutor cholg'usida qizlarimiz juda chiroyli, ham libosi, milliy liboslar bilan, ham ijro mahorati, texnikasi, cholg'uni imkoniyatlarini ko'rsata bilishdi. Onlayn tarzda o'tkazilayotgan tanlovning taqdirlash marosimi nafaqat poytaxtdagi, balki yurtimizning chekka hududlaridagi barcha iqtidorlarni bir joyga jamladi. Ushbu tanlovda qaysi yo'nalish bo'yicha ishtirok etdingiz? An'anaviy xonandalik yo'nalishida qatnashyapman. Onlayn ko'rik tanlov qanday bo'ldi? Onlayn ko'rik tanlov juda yaxshi bo'ldi. Biz hozir Buxorocha, Xorazmcha, keyin Andijon polkasi birgalikda do'stlik raqsini qilib kelganmiz. Bu raqsga juda katta tayyorgarlik ko'rdik. Bizda fortepiano yo'nalishida o'quvchilarimiz ishtirok etishdi va o'quvchilar qatorida ustoz bo'lsam ham o'zim qatnashdim. Bu safar o'quvchilaringiz yutami yoki o'zingiz birinchilikni olib ketasiz? Hozir ko'ramiz endi. Hammamizga omad. Tanlovga qatnashganlar orasida jamoaviy bo'lib kelganlar ham bor. G'oliblar e'lon qilinishidan avval O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Mahmud Namozov qo'shiqlar bilan san'at oshnalarni raqsga chorladi. Albatta mana shunaqa tanlovlarning bo'lishi bu jarayon. Kelajakda mana shu bizni san'at osmonimizda yangi yulduzlarni porlashiga bu sababchi bo'ladi. Sovrindorlar birin-ketin e'lon qilinar ekan, barcha qatnashuvchilarda hayajon oshaverdi. Yaxshi bo'ladi, hayajon lekin bo'ldi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin g'oliblariga diplom hamda medallar topshirildi. Men xoreografiya yo'nalishida 3-o'rinni qo'lga kiritdim. Tasviriy san'at yo'nalishi bo'yicha 3-darajali diplomni qo'lga kiritdim. Grand Prix sovrindorlariga esa Yevropada bo'lib o'tadigan xalqaro tanlovda ishtirok etish uchun maxsus yo'llanma berildi. Bu tanlovga qatnashish uchun biz juda ham qattiq mehnat qilishimizga to'g'ri keldi va mana shu mehnatning samarasi o'laroq mana Grand Prix sohibi bo'lib turibmiz. Viloyat G'allarol tumanida xalq cholg'ular bo'yicha 3-darajali diplom oldim. Men Karimberdiyev Salohiddin, Andijon viloyati Marhamat tumanidan keldim. Men tasviriy san'at yo'nalishidan 3-darajali o'rinni oldim. Assalomu alaykum. Biz Denov tadbirkorlik va pedagogika institutidan tashrif buyurdik. Avvalo biz bu tanlov haqida aynan mana shu New Talent onlayn tanlovining rasmiy sahifalari orqali bilib oldik va ustozlarimiz bilan o'zimizning sado cholg'uvchilar ansambli bilan shu tanlovda qatnashga qaror qildik. Avvalo biz mana shu tanlov tashkilotchilariga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz va mana shu yergacha kelishimizda bizga har tomonlama qo'llab-quvvatlab turganlari uchun institutimiz rektori Ro'ziyev Oybek Abdumominovichga alohida minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Assalomu alaykum hammaga. Men Fozilov Abdulhakim Andijon viloyati Marhamat tumani 5-sonli musiqa va san'at maktabidan keldim. Tasviriy san'at yo'nalishida 3-o'rinni oldim. Men juda ham xursandman qatnashganimda. Bormi? Ha? Men Abduvaliyev Dilmurodjon Andijon viloyati Marhamat tumanining O'qishloqdan keldim. Men 8 yoshdaman. Qanaqa yo'nalishda ishtirok etdingiz? Men tasviriy san'at yo'nalishida ishtirok etib 3-o'rinni oldim. Men Qo'ychichiq tumani Toshkent viloyatidan. Qaysi yo'nalishda ishtirok etdingiz va nechinchi o'rinni oldingiz? Fleyta chalish yo'nalishida 2-o'rinni oldim. Menga qatnashish muhim edi. O'rin olamanmi, yo'qmi? Shuncha odamning ichida qiziqib keldim. Kim bilan keldingiz? Qayerdan va qaysi yo'nalishlarda ishtirok etdingiz? Ustozim bilan keldik. Men tasviriy san'at yo'nalishi bo'yicha oldim. Men Shavkatova Nodira, Toshkent viloyati Piskent tumanidan keldim. Fortepiano yo'nalishi bo'yicha 3-o'rinni oldim. Qo'chichiq tumani 44-maktabda o'qiyman. Amaliy san'at bo'yicha 3-o'rinni oldim va bundan-da yaxshi o'rinlarni olishga harakat qilaman. Nicha va zo'r. Qashqadaryo viloyatidan keldim. Men 3-o'rinni oldim. Estrada xonandalik bo'yicha
oldim. Toshkent viloyati Olmos shahar Barkamol avlod bolalar maktabidan amaliy san'at yo'nalishi bo'yicha qatnashdim va 3-darajali diplomga taqdirlandim. Bu hammasi uchun rahmat. Assalomu alaykum. Men Farg'ona tumani Vodil shaharidan keldim. 26-bolalar musiqa va san'at maktabidan. Men fortepiano yo'nalishi bo'yicha qatnashdim va faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritdim. Bundan men faxrlanaman. Bunga ustozimga va ota-onamga rahmat deyman. Assalomu alaykum. Men Husanova Durdona, Sirdaryo viloyati Guliston tumani 13-musiqa va san'at maktabidan amaliy san'at yo'nalishidan 3-o'rinni oldim. Nil Talent xalqaro tanlovda 3-o'rinni qo'lga kiritganimdan faxrlanaman va qolgan ishtirokchilarga omad tilab qolaman. Assalomu alaykum. Men Samarqand viloyati Urgut tumanidan keldim. Menga yoqqan tarafi bu, ustozim boshida aytdi, shu ko'rik tanloviga qatnashsam dedim. O'zim qaror qildim qatnashishga. Keyin qatnashdim. 3-o'ringa erishdim. Hamma qatnashsin, yaxshi o'rinlarga ega bo'lsin. Bu tanlov juda katta bo'lganligi sababli hamda qiziqarli sababli menga yoqdi. Bu yuksak yutuq biz uchun. Qanaqa yo'nalish ishtirok etdingiz? Qayerdan keldingiz? Qashqadaryo viloyati Mirishkor tuman 19 bolalar musiqa va san'at maktabi xalq cholg'ular yo'nalishida. Avvalambor assalomu alaykum. Biz Namangan viloyati Chust tumani Barkamol avlod musiqa maktabidan keldik. Biz bu yerga milliy musiqa asbobi dutor yo'nalishidan kelib qatnashdik va faxrli 3-o'rinni egalladik. Avvalambor assalomu alaykum. Mening ismim Abdunazarova Shabnamoy. Men xoreografiya yo'nalishida 3-o'rinni qo'lga kiritdim. Men Namangan viloyati Chust tumanidagi Barkamol avlod bolalar maktabidan tashrif buyurdim. Hammanglarga omad. Tanlovni qayerda eshitdingiz o'tkazilayotganini? Tanlovni ustozim aytdilar va men ishtirok etdim. Qashqadaryo viloyati 14-sonli maktab va musiqa san'at maktabining xalq cholg'u sinfidaman. Men dutor bo'yicha o'qiyman. Dutorda Dugonajon kuyini chalib 3-o'ringa erishdim. Avvalambor assalomu alaykum. Men Namangan viloyati Chust tumanidan 15-sonli bolalar musiqa san'at maktabidan keldim. Bu yerga Nil Talent loyihasida European Stars tanlovida qatnashdim va 3-o'rinni qo'lga kiritdim. Men tasviriy san'at yo'nalishi bo'yicha qatnashib, O'zbekistonning Namangan Chust kompozitsiyasi bilan qatnashib 3-o'rinni qo'lga kiritdim va bundan juda ham xursandman. Bu yerda turli yo'nalishlardan keldik va hammamiz o'z harakatimiz bilan 3-o'ringa oldik. Biz barchamiz bundan qattiq faxrlanamiz. Yutuqlarga erishganim uchun ota-onamga rahmat, ustozimga qo'llab-quvvatlab turganlari uchun ming rahmat. Shu yo'nalishlarga erishishim uchun ota-onamning roli katta bo'ldi. Har doim jo'natganlari uchun ming rahmat. Amaliy san'at yo'nalishi 12-sonli musiqa va san'at maktabidan keldim. Amaliy san'at yo'nalishidan 3-o'rinni oldim. New Talents ko'plab ijodkorlarning kelajak poydevori bo'lmoqda. Mubina Nosirova, Oxun Normurodov, Rahmon Zaripov, Ovoz informatsion dasturi uchun Toshkent.